Xo'p, birinchi bo'lim, ya'ni takrorlash 28-masala. Uchtepa atom laboratoriya xonasida uzunligi 85 nanometr bo'lgan DNK molekulasi BAM-H1 restriktaza fermenti yordamida ishlov berilib, A, B, C, D, E bo'laklarga bo'lindi. Hosil bo'lgan DNK molekulasidagi vodorod bog'lar soni dastlabki vodorod bog'lar sonidan 6,4% kam bo'lsa, dastlabki DNKdagi pirimidin azot asoslari sonini toping debdi. Xo'p, masala ko'rinishidan murakkabga o'xshab ko'rinishi mumkin, lekin murakkab masala emas. Chunki 85 nanometrni 0,34 nanometrga bo'ladigan bo'lsak, xo'sh, menimcha 250 dan 2 ga ko'paytiradigan bo'lsak, DNKda jami 500 ta nukleotid bor ekan. Xo'p, endi e'tibor beraylik. DNK nimadan tashkil topgan? DNK purindan tashkil topgan va pirimidindan tashkil topgan. Xo'p, purin 50% bo'lsa, pirimidin 50% bo'ladi. Ya'ni adenin bilan guanin purin, sitozin bilan timin pirimidinga kiradi. Jami 100% beradi ana shu. Xo'p, demak 500 ta nukleotid bo'lsa, shuni 250 tasi puringa tegishli, 250 tasi pirimidinga tegishli. Xo'p. Endi tasavvur qilamiz, masala shartida nukleotidlar sonini ham so'ragan bo'lsa, mana misol uchun dastlabki DNKda guaninlar sonini so'ragan bo'lsa yoki adeninlar sonini so'ragan bo'lsa, qanday qilamiz? Adeninlar sonini yoki guaninlar sonini so'ragan bo'lsa. Xo'p, e'tibor beraylik. BAM-H1 bitta, ikkita, uchta, to'rtta, 5 ta bo'lakka bo'libdi. 5 ta bo'lakka bo'lish uchun necha marta kesish kerak edi? Mana. 1 marta kessa 2 ta bo'lak, 2 marta kessa 3 ta bo'lak, 3 marta kessa 4 ta bo'lak va 4 marta kessa 5 ta bo'lak hosil bo'ladi. A, B, C, D, E bo'lak. Demak, 4 marta kesish kerak ekan. Xo'p, BAM-H1 adenin, guanin, sitozin, timin. Xo'p, timin, sitozin, guanin, adenin. Xo'sh, 2 ta, 3 ta, 3 ta yu yana 2 ta. Jami 10 ta vodorod bog' kesar edi. 10 ta H bog'. Xo'p, 1 marta kesganda 10 ta bog' kesaydi mana shu yuzga. Xo'p, endi bu 4 marta kesgan bo'lsa, demak 40 ta vodorod bog' kesgan ekan. 40 ta H bog'. Xo'p, shunimiz necha foiz bo'lgan? 6,4% bo'lgan. 100% ga qancha deb oladigan bo'lsak. Xo'sh, bizada 625 ta jami H bog' bo'lgan ekan. Xo'p, endi biz jam nukleotidlar sonini topib olganmiz. Mana 500 ta nukleotid bor ekan. Xo'p, endi bitta formulani esga olamiz. Nukleotidlar soniga guanin yoki sitozinlar sonini qo'shadigan bo'lsak, vodorod bog'lar sonini beradi. Xo'p, endi vodorod bog'lardan nukleotidlarni ayiradigan bo'lsak, guanin yoki sitozinlarning nukleotidlarning soni qoladi. Bizda vodorod bog'larimiz soni 625 ta, undan ayiramiz 500 ni. Ayiradigan bo'lsak, 125 ta guaninlarga qolar ekan. Demak, 125 tasi sitozinlarga qoladi. Xo'p, ikkalasi jami 250 ta. Ayiradigan bo'lsak, 250 tasi adenin bilan timinga qoladi. Demak, adenin 125 ta, timin ham 125 ta bo'lgan. Mabodo so'rab qolsa, o'zi javob mana bu yerda chiqib bo'ldi 250 deb. Purin asosi 250 ta ekan. Xo'p, ikkinchi bo'lim, ya'ni takrorlash masalalardan keyingi bo'lim. DNK tarkibida 2700 ta vodorod bog' bo'lib, adenin timin orasidagi vodorod bog'lar sitozin guanin orasidagi vodorod bog'lar sonidan 1,5 marta ko'p. Mutatsiya natijasida nukleotidlarning 20% yo'qolgan bo'lsa, mutatsiyaga uchragan DNKdan sintezlangan DNKdagi fosfodifir bog'lar bilan RNKdagi fosfodifir bog'lar farqini toping degan ekan demak.
Xo'p, har doimgidek belgilash kiritib olamiz. Demak, adeninlarda hozir x desam, timinlar ham x ga teng bo'ladi. Demak, guaninlarda y deyishga majbur bo'lsa, guanin y ga teng bo'lsa, demak, sitezin ham y ga teng bo'ladi. Xo'p, jam nukleotidlarda nima hosil qilyapti? 2x plus 2y. Mana x ga x qo'shsak 2x, y ga y qo'shsak 2y. Bu jam nukleotid. Xo'p, jami nukleotid. Xo'p, endi shu jami nukleotidga 2x plus 2y plus guaninlar sonini yoki sitezinlar sonini qo'shadigan bo'lsak, vodorod bog'li sonini hosil qiladi va shu vodorod bog'larimiz 2700 ta ekan. 2700 ta. Xo'p, endi adenin timin orasidagi vodorod bog'lar guanin sitezin o'rtasidagi vodorod bog'lardan 1.5 marta ko'p. Xo'p, demak 2x bu adenin timin orasidagi vodorod bog'. Chunki adenin bilan timin orasidagi vodorod bog' adenin bilan timinning yig'indisiga teng. E'tibor beraylik mana. Xo'p, adenin bilan timin ikkita nukleotid orasida ikkita vodorod bog'i bor. Demak, soni bilan vodorod bog'lar soni teng. Guanin bilan sitezin o'rtasida bo'lsa, ikkita nukleotid orasida 3 ta vodorod bog'i bor. 1,5 marta ko'p yoki bittasidan 3 marta ko'p. Xo'p, endi guanin va sitezin o'rtasidagi vodorod bog'lar soni 3y ga teng. Chunki guaninni 3 ga ko'paytirsak ham 3y kelib chiqadi mana bu yerdan. 3y teng 1.5 ekan. Xo'p, mana shu tenglamani ishlab qo'yamiz. Xo'p, bu tomondan yozaman. 2x plus 3y teng 2700. Xo'p, 1.5 ga ko'paytiradigan bo'lsak 2x teng 3 ni 1.5 ga ko'paytiradigan bo'lsak, qarang. Bu tarafdan yozilsa, demak, tengdan keyin kelimi qanaqadir son har doim pastga ko'payadi, tepaga emas. Tepaga bo'linadi. Agar bu tepa bilan hisoblamoqchi bo'lsalar, bu bo'linishi kerak. Xo'p, 1.5 ni 3 ga ko'paytirsak 4.5 y ekan. Xo'p, bundan kelib chiqadiki, 2x ni o'rniga 4.5 y qo'ysak bo'lar ekan. Xo'p, demak 4.5 y teng plus 3y teng 2700 ga. Xo'p, 7.5 y teng 2700. Y teng bizada 360 chiqadi. Xo'p, demak, guaninlarimiz mana bu y 360 chiqqan bo'lsa, sitezinlar ham 360 ga teng. Xo'sh. Fosfodifir bog'lar soni DNK dan sintezlangan. Xo'p, endi y-larni x-larni topib qo'yadigan bo'lsak. Xo'sh. 2ximiz 4.5 y ga teng edi. Xo'p, 2x teng 4.5 ko'paytiramiz, y o'rniga 360 qo'yaman. 360, demak 360 da ko'paytiramiz 4.5 ga. Va 2 ga bo'ladigan bo'lsa, bitta x ni massasi kelib chiqadi. Xo'p, 4.5 ko'paytiramiz 360. Demak, 2x teng 1620. Xo'p, x teng bo'lar ekan 810 ga. Xo'p, demak, adeninlarimiz soni 810 ta bo'lgan, timinlarimiz soni 810 ta bo'lgan. Xo'p, jam nukleotidlarimiz 1620 plus 720. 1620 810 ga 810 ni qo'shganimizda paydo bo'ldi. 360 ga 360 ni qo'shsak 720 paydo bo'ldi. Jamisi endi. Xo'p, qo'shamiz 720 ni desak 3000 2340. Ana shu 2340 imiz 100%, 20% yo'q qolgan shuni. 20% emas, 80% ni topib qo'yadigan bo'lsak ham chiqadi. Xo'p, 1872 ta nima bo'lgan?
nukleotit bo'lgan demak, mutatsiyaga uchragandan keyin. Xo'p, endi 1872 ta bo'ladigan bo'lsa, 1872 dan 2 ni ayiradigan bo'lsak, DNKdagi fosfodifir bog'lar soni kelib chiqadi. 1870 va buni 2 ga bo'ladigan bo'lsak, RNKdagi fosfodifir bog'lar soni kelib chiqadi. 935 ta. Xo'p, endi qaranglar, 1870 dan 935 ni ayiradigan bo'lsak, yana 935 degan javob chiqaveradi. Shuning uchun ham mana shu 935 degan javob to'g'ri deb olamiz. Keyingisi 6-masala. Dastlabki DNK molekulasida jami vodorod bog'lar soni 1300 ta. Ushbu DNK molekulasi mutatsiyaga uchrashi natijasida adenin timin juftligi 20% kamaydi. Guanin sitozin juftligi 20% ga ortdi. Natijada hosil bo'lgan yangi DNK tarkibida vodorod bog'lar soni 1400 ta bo'lsa, dastlabki DNKdagi adenin va yangi DNKdan hosil bo'lgan guanin nechtaga farq qiladi deyapti. Xo'p, 6-masala. DNK. Bizda adeninimizni X deb olsak, timinlar ham X ga teng bo'ladi va guaninlarimiz Y ga teng bo'ladi, sitozinlar ham Y ga teng bo'ladi. Jam nukleotidlarda hozir bizda 2X plus 2Y beryapti. Bu yerda jam nukleotid emas, vodorod bog'lar berilgan. Vodorod bog' berilganligi uchun plus yana Y ni qo'shib olamiz. Shunimiz 1300 ta bo'lgan ekan. Xo'p. Demak, yaxlitlab yozib oladigan bo'lsam mana buni. 2x plus 3y teng 1300. Xo'p, endi e'tibor beraylik. Adenin timin juftligi 20% ga kamaygan. Demak, 2x adenin timin juftligi 2x ga teng edi. Shunimiz 100% bo'ladigan bo'lsa, 20% ga kamaysa necha foiz qoladi? 100 dan 20 ni ayirsak 80% qolgan bo'ladi. Va 80% ga qancha deb topadigan bo'lsak, 2x ni 80 ko'paytirib 100 ga bo'lsak 1.6x bo'ladi. Xo'p, endi 1.6x plus. Xo'p, qaranglar, bitta narsa. Guanin sitozin juftligi 20% ga ortganmi? Demak, ular orasidagi vodorod bog'lari ham 20% ga ortgan. Xo'p, shuning uchun 3y-imiz 100% bo'lgan va bu 20% ga ortib 120% bo'lib qolgan deb olsak ham hech qanaqa farq qilmaydi va bu 3.6y kelib chiqadi. 3.6y teng 1400 ekan. Yoki mana shuni. Guanin sitozin juftligi 2y ga teng edi. 2y-imiz 100% bo'lsa, 120% ga qancha deydigan bo'lsak, 2.4y kelib chiqadi. Xo'p, qaranglar endi. Boya yozganimizda guanin sitozin orasida 3 ta vodorod bog' bor, ya'ni 2 ta nukleotid orasida 3 ta vodorod bog' bor. Demak, 2.4y ta nukleotid orasida 3.6y ta vodorod bog' bo'ladi. Ya'ni to'g'ridan to'g'ri ana shu chiqaveradi. Xo'p, shu tenglamani ishlab qo'yadigan bo'lsak, xo'p, dastlabki DNKdagi adenin va yangi hosil bo'lgan DNKdagi guanin farqini aniqlang deyapti. Biz birinchi x topib oladigan bo'lsak, tepani 1.2 ga ko'paytiraman. 1.2 ni 2x ga ko'paytirsam 2.4x plus 1.2 ni 3y ga ko'paytiradigan bo'lsam 3.6y teng 1.2 ni 1300 ga ko'paytiradigan bo'lsam 1560 kelib chiqar ekan. Va pastni o'zini ko'chirib olamiz, ya'ni mana bu qatorni. 1.6x plus 3.6y teng 1400 ekan. Va shuni ayiradigan bo'lsak 0.8x teng mana bu y'lar qisqarib ketdi. Qayerdadir xato qildim. 160. Demak, 160 ni 0.8x ga bo'ladigan bo'lsak, x teng 200 ekan. Xo'p, bizda x teng 200 chiqdi. Mana 200 ekan, mana bu ham 200 ekan. Endi y ni hisoblab qo'yadigan bo'lsak,
Xo'p, dastlabki DNKdagi adenin. Xo'p, mana shu 200 degan javobni olamiz hozir. 200 va bundan ayiradiganimiz yangi hosil bo'lgan DNKda guaninadan nechta farq qiladi deyapti. Xo'p, mana bu tenglamadan y ni chiqarib oladigan bo'lsak, xo'p. Demak, 2 ko'paytiramiz. Mana bu yerda x turganda x 200 ligini bilib oldik. Demak, 200 ga ko'paytiramiz plus 3y teng 1300 ekan. Mana shu sistemani o'zini yoza olaman. Xo'p, mana bu yerda 400 paydo bo'ldi. 400 plus 3y teng 1300 ekan. Xo'p, 3y teng 1300 va mana bu 400 bu tarafga o'tsa minus 400 bo'lib o'tadi. Xo'p, 3y teng 900 ekan. Xo'p, y teng bizaga 300 kelib chiqadi. Xo'p, demak y'imiz 300 tadan ekan. 300 tadan ekan. Endi qaranglar. 200 ma bu aniq, ya'ni dastlabki DNKdagi adenin va yangi hosil bo'lgan DNKdagi guaninni so'rayapti bizdan. Yangi hosil bo'lgan. Demak, dastlabki guaninlar soni 300 ta edi. Shunimiz 100% bo'lsa, u necha foizga ortgan? 20% ga ortgan. 120% bo'lib qolgan. Xo'sh, topadigan bo'lsak, ko'paytiradigan bo'lsak 360 kelib chiqadi. Endi to'g'riroq bo'lish uchun 360 dan minus 200 da ayiramiz. 160 degan javobimiz to'g'ri bo'lar ekan. A javob to'g'ri. Xo'p, 13. Uchtepa atom tajribaxonasida 3 ta A, B, C DNK molekulasi o'rganildi. Uchala DNKda barcha nukleotidlar soni 1350 ta. Birinchi va uchinchi DNK asosida sintezlangan oqsil tarkibidagi aminokislotalar soni 175 ta. Birinchi va ikkinchi DNKda umumiy DNK umumiy uzunligi 153 nanometr bo'lsa, uchinchi DNK tarkibidagi fosfodifil bog'lar sonini toping deyapti. Demak, A, B, C DNKlar bor ekan. Xo'p, ikkalasini yig'indisi, ya'ni A plus B plus C ni yig'indisi 1350 ta ekan. 1350 ta. Xo'p, endi birinchi va uchinchi DNK asosida sintezlangan oqsil tarkibidagi aminokislotalar soni deyapti. Xo'p, qaranglar, birinchi va uchinchi DNK 1A, 3C. Xo'sh, A plus C demak 175 ta to'g'ridan to'g'ri 6 ga ko'paytiradigan bo'lsak, nukleotidlar soni kelib chiqadi ikkita DNKdagi. Xo'sh, demak 175 ko'paytiramiz 6. Demak, A plus C ni yig'indisi 1050 ta ekan. Xo'p, endi 1350 dan ayiradigan bo'lsam 1050 da 300 ta demak B DNKga qolar ekan. Chunki A plus B plus C dan ayiradigan bo'lsak A plus C ni bizga nimani soni qoladi? B ni soni qoladi. B ni soni qoladi mana. Ana shu B ni soni kelib chiqadi. Tushungan bo'lsak, mana bu yerda o'chirib qo'yaman. Xo'p, endi ikkita DNK, birinchi va ikkinchi DNKning umumiy uzunligi 153 nanometrga teng ekan, demak. A plus B ni uzunligi 153 nanometr ekan. Shuni 0.34 ga bo'ladigan bo'lsak, bizga kelib chiqadi 450 ta menimcha. 153 bo'lamiz 450. 450 bu bitta zanjirdagi nukleotid. Shuni 2 ga ko'paytiradigan bo'lsak, 900 ta nukleotid kelib chiqadi. Xo'p, endi birinchi bilan ikkinchi DNKdagi nukleotidlar soni. Bizaga uchinchi DNK tarkibidagi fosfodifil bog'lar sonini so'rayapti. Demak, 1350 dan ayiradigan bo'lsam 900 da
yuzaga chiqadi 450 ta C DNK'dagi nukleotidlar soni. Xo'p, shundan ayiradigan bo'lsam 2 ni 448 ta fosfodifir bog'lar soni kelib chiqadi 3-DNKda. Xo'p, navoda endi bizga A DNKni so'rab qolgan bo'lsa-chi degan savol tug'iladigan bo'lsa. Xo'p, e'tibor beringlar. A bilan B ning yig'indisi 900 ta, to'g'rimi? A, B nukleotidlar soni nechta? 300 ta. Demak, 900 dan minus 300 da ayiradigan bo'lsak, 600 ta A DNKga tegishli bo'ladi mana. A DNKga 600 tegishli bo'ladi. Mabodo so'ragan joyi bo'lsa. Xo'p, keyingisi 19. Xo'p, bitta DNK zanjirida timinlar soni 40 ta. Guaninlar soni undan 15 marta ko'p. Transkripsiya jarayonida hosil bo'lgan informatsion RNK zanjirida uratsil soni undagi umumiy nukleotidlarning 20% ni tashkil qiladi. Demak, RNKdagi uratsil soni RNKning 20% ni tashkil qiladi. Xo'p, RNKdagi guaninlar soni bir zanjirdagi timinlar sonidan 2 marta ko'p bo'lsa, DNKning ikkinchi DNK zanjirdagi timin nukleotidlar sonini toplang deyapti. Xo'p, DNK. Xo'p, birinchi zanjir. Mana bu ikkinchi zanjir. Bizga adenin bor, timin to'g'risidan, guanin, sitozin to'g'risidan, sitozin, guanin to'g'risidan va timin, adenin to'g'risidan keladi. Demak, bir zanjirda, menimcha birinchi zanjirda demoqchi 40 ta nukleotid bor timin. Demak, 40 ta bo'ladi. Guaninlar soni unda 15 marta ko'p. Demak, 40 ta 15 ga ko'paytiradigan bo'lsak, xo'p, 600 ta nukleotid kelib chiqadi. Guaninlar soni demak 600 ta ekan. Xo'sh, demak sitozinlar soni ham 600 ta bo'ladi. Demak, timinlar to'g'risidagi adeninlar ham 40 ta bo'ladi. Xo'p, endi e'tibor beraylik. Transkripsiya jarayonida hosil bo'lgan informatsion RNKdagi uratsillar soni umumiy nukleotidlarning 20% ni tashkil qiladi. RNKdagi guaninlar soni DNKning bir zanjirdagi timinlar sonidan 2 marta ko'p bo'lsa, qaranglar. Timinlar soni hozir qayerda aniq? Demak, birinchi zanjirda aniq. Demak, RNK ham birinchi zanjirdan sintezlangan. Nima uchun deydigan bo'lsak, chunki ikkinchi zanjirdan sintezlanadigan bo'lsa, mana bu sitozini to'g'risidan guanin keladi, to'g'rimi? Guaninlar soni 600 ta bo'lishi kerak. Mana bu timinlar sonidan bunchalik ham katta farq qilib ketmaydi. Ya'ni bu 15 marta farq qilib ketyapti. Demak, informatsion RNKni ham chizib oladigan bo'lsak. Demak, adenin to'g'risidan uratsil kelgan, xo'p, guanini to'g'risidan sitozin kelgan, sitozini to'g'risidan guanin kelgan, timini to'g'risidan adenin kelgan ekan. Demak, adeninlarimiz 40 ta bo'lgan, guanin to'g'risidan sitozin kelgan bu 600 ta bo'lgan va bir zanjirdagi timindan 2 barobar ko'p guanin bor, 80 ta bo'lgan mana. Va shularning yig'indisi 80% tashkil qilar ekan. 80% qayerdan oldik? Chunki uratsil 20% tashkil qiladi. RNK ni 100% deb bo'lsak, 20% uratsilga tegishli bo'lsa, qolganiga 80% to'g'ri keladi. Qo'shadigan bo'lsak hammasini. 720 jami shu 80% bo'lsa, hop 20% ga qancha deb topamiz? Hop, bizda 180 degan javob kelib chiqadi. Demak, uratsillar soni 180 ta bo'lsa, timinlar soni ham 180 ta ekan degan javobni belgilab qo'yamiz. 23. DNKdagi adeninlar soni fosfodifir bog'larga nisbatan 698 ta, guaninlar soni esa 798 ta kam bo'lib ushbu DNKdagi jami vodorod bog'lar soni 1200 ni tashkil etsa, DNKdagi guaninlar sonini aniqlang deyapti. Xo'p, e'tibor beramiz. Adeninlar soni fosfodifir bog'larga nisbatan 698 taga, guaninlar soniga nisbatan 798 ta kam deyapti. Demak, fosfodifir bog'lar soni nima degani o'zi?
Nukleotiddan -2 ni ayiradigan bo'lsak, fosfodifil bog'la songa teng bo'ladi. Va adeninlar songa shuni tenglashimiz uchun adeninlarga hozir +698 ni qo'shishimiz kerak ekan. Xo'p, endi e'tibor beraylik. Mana bu yerdagi 2 bu tarafga o'tadigan bo'lsa, nukleotid teng adenin +700 bo'lib kelib chiqadi. Bu 700 nima edi endi? Xo'sh, nukleotidlardan qolgan, ya'ni adenindan tashqari barcha nukleotid. Bunda demak timin bor, sitozin bor va guanin bor, to'g'rimi? Xo'p, endi guanin soni esa 798 ta kam deyapti. Xo'p, endi mana fosfodifil bog'la soni nukleotid -2 shu guaninlarga tenglashtirishim uchun 798 ni qo'shishim kerak ekan. Xo'p, mana bu ikki bu tarafga o'tadigan bo'lsa plus bo'lib o'tadi. Mana nukleotid teng guanin +798 plus mana minusida tengdan bu tarafga o'tsa plus bo'lib o'tadi. Bu degan demak nukleotid teng guanin +800 degani ekan. Xo'p, jam nukleotiddan guaninlar soni bo'ladigan bo'lsa, hozir mana bu yerda qolgani demak adenin, timin va sitozinga qoladi. Xo'p, endi e'tibor beraylik. Bitta belgilash kiritib olamiz. Adeninlarni x desam, timinlar ham x ga teng bo'ladi. Xo'p, guaninlarni y desam, demak sitozinlar ham y ga teng bo'ladi. Xo'p, demak hozir mana bu yerda, mana bu qismida tenglamani mana shu qismida timin demak x deb belgilab olganman, x plus xo'p, sitozin bilan guanin demak sitozin y, guanin y, ikkalasi 2y. Yig'indisi nechini tashkil qilayotgan ekan? 700 ni tashkil qilayotgan ekan. Xo'p, endi mana bu yerda 800 nimalar tashkil qiladi? Adenin plus timin. Demak, adenin bilan timin 2x plus x dan bo'lganligi uchun ikkita x ni bir-biriga qo'shsak 2x. Xo'p, yana sitozin ham bor. Chunki bu yerda guanin qolgan. Guanin ayrilgan. Sitozin emas, y deb olamiz endi. Y teng 800 ekan. Xo'p, mana shu ikki nimani tenglamani ishlab x va y topadigan bo'lsak, DNKdagi guaninlar soni deyapti. Demak, guaninlar soni deganligi uchun biz y topadigan bo'lsak, javobimiz to'g'ridan to'g'ri chiqishi kerak, xudo xolasa. Xo'p, x larni yo'qotishimiz uchun tenglashim kerak. Tepada 1x bor, pastda 2x bor. Demak, tenglashim uchun 2 ga ko'paytiraman. 2 ni x ga ko'paytirsam 2x plus 2 ni 2y ga ko'paytirsam 4y teng 700 ni 2 ga ko'paytirsam 1400. Xo'p, endi pastda 2x plus y teng 800. Xo'p, ayiradigan bo'lsak, x lar qisqarib ketdi. 4y dan 1y ayirsak 3y teng 1400 dan 800 ni ayiradigan bo'lsak, demak 200 u 600 qolar ekan. Y teng 300 ekan mana. B javobimiz to'g'ri bo'lar ekan. Xo'p, 27-masala. Uchtepa atom dars jarayonida ikkita DNK zanjiri o'rganildi. Birinchi DNKdan sintezlangan oqsil tarkibidagi aminokislotalar soni ikkinchi DNK tarkibidagi guanin nukleotidlari sonidan 172 taga kam. Xo'p, birinchi DNKda sintezlangan 20% ni ikkinchi DNKda adeninlar 15% ni tashkil qiladi. Xo'p, birinchi va ikkinchi DNKdagi jam nukleotidlar soni 1200 ta bo'lsa, ikkinchi DNKdagi vodorod bog'lar sonini toping debdi. Xo'p, ikkita DNK. Birinchi DNK, ikkinchi DNK. Xo'p, demak, endi bittasini x deb belgilab olsam, ikkinchisini y deb belgilab olaman. Chunki bizda adenin, guanin, sitozin, timinlarda foizlar aniq. Demak, birinchi DNKda adenin bor. Bu necha foiz tashkil qilgan? Buni foizi yo'q. Demak, timin bor. Bu ham shuncha foiz tashkil qilgan. Xo'p, sitozin bor. Demak, bizda sitozin 20% tashkil qilgan birinchi DNKda. Guanin bor. Guanin ham 20% bo'ladi. Demak, ikkalasi 40, 100 dan 40 ta ayirsak 60% qoladi.
Xo'p, 60% dan 30% timinga, 30% adeninga tegishli bo'ladi. Xo'p. Demak, adenin ikkinchi DNKda 15%, demak timin ham 15% ga teng bo'ladi. Sitozin demak 35%, guanin ham 35% ga teng bo'ladi. Xo'p, endi e'tibor beraylik. Xo'sh, birinchi DNKdan sintezlangan oqsil tarkibidagi aminokislotalar soni ikkinchi DNK tarkibidagi guanin nukleotidlaridan 172 taga kam deyapti. Xo'p, endi X ta deb olganmiz buni. Birinchi DNKni, demak 100%imiz X ta nukleotidga teng. Xo'sh, adenin nukleotidlari. Adeninlarimiz 30% ga teng ekan. 30% ga qancha deydigan bo'lsak, 0.3x ga teng bo'ladi. Xo'p, sitozinlarni ham topib qo'yamiz. 20% deb bo'ladi. Demak 0.2x ga teng bo'ladi. Xo'p, endi 100%imiz ikkinchi DNKga Y ta nukleotidga teng. Xo'p, adeninimizni topib qo'yamiz. Adenin 15% edi. Topadigan bo'lsak 0.15y ga teng bo'ladi. Xo'p, guaninlarni ham topib qo'yamiz. 35% ga teng edi. Demak, bularning soni 0.35y ga teng bo'lar ekan. Xo'p, endi tenglama tuzib olamiz. Xo'sh, birinchi DNKdan sintezlangan aminokislotalar. Demak, birinchi DNKdagi nukleotidlarni 6 ga bo'ladigan bo'lsam, to'g'ridan-to'g'ri aminokislotalar sonini topgan bo'laman. Va ikkinchi DNKdagi guanin nukleotidlar soni. Guaninlar nechaga teng edi? 0.35y ga teng edi. 0.35y ga teng edi. Va qaysi biri kamroq? Xo'p, birinchi DNKdan sintezlangan oqsil tarkibidagi aminokislotalar soni 172 taga kam ekan. Demak, aminokislotalarga 172 ni qo'shib olishimiz kerak. Xo'p, endi tenglamani ikkinchi qatorini ham yaratib olamiz. Birinchi va ikkinchi DNKdagi jami nukleotidlar soni 1200 ta deyapti. Xo'p, demak, birinchi DNKda X ta nukleotid bor edi, ikkinchi DNKda Y ta nukleotid bor edi. Shuni ikkalasini qo'shsak 1200 kelib chiqishi kerak ekan. Xo'p, mana shu tenglamani ishlab qo'yamiz. Demak, mana bu qatorni ikki xil usul bilan ishlasa bo'ladi. Tepani mana bo'ladi, hammasini 6 ga ko'paytirib tashlasa bo'ladi. 6 ga ko'paytirsa ham javob chiqadi. Yoki mana bu x ni o'zini 6 ga bo'lib olish kerak. 1x ni 6 ga bo'lib oladigan bo'lsak ham javob chiqadi. Xo'p, mana bu qismni o'zini ko'chirib olaman. X plus y teng 1200 va osonginasi 6 ga ko'paytirib qo'yaman tepani. 6 ga ko'paytiradigan bo'lsak, demak, mana bu yerda x ni o'zi qoladi. Chunki mana bu yerda 6 paydo bo'ladigan bo'lsa, ikkalasi qisqarib ketadi. Shu uchun ham x ni o'zi qoladi. Plus 172 ni 6 ga ko'paytiradigan bo'lsak, bir ming 32 chiqar ekan. Demak, 1032 teng 0.35y ni 6 ga ko'paytiradigan bo'lsak, 2.1y ga teng bo'lar ekan. Endi qaranglar. Bizda tenglamada 2.1y emas, bizda 1y kerak ekan. Xo'sh, 1y ga nisbatan topib olamiz endi. Xo'sh, pastdan yozaman. Xo'p, x plus 1032 miz teng ekan 2.1y ga. Lekin bizga 1y kerak. 1y ga nisbatan topib oladigan bo'lsak, 1032 ni bo'lamiz 2.1 ga. 491 degan javob kelib chiqadi. 491 plus x ni 1 ga ko'paytirib 2.1 ga bo'ladigan bo'lsak, 0.47x.
Xo'p, endi demak, bir y ni o'rniga 0,47 x plus 491 degan javobni qo'ysak bo'ladi. O'rniga qo'yib olamiz. X plus y bor edi. Endi ana shu y ni o'rniga mana bu yerda chiqqan javobni qo'yamiz. 0,47 x plus 491 teng 1200 ga ekan. Xo'p, qo'shadigan bo'lsak 1,47,476 x plus plusni endi yozib o'tirmaymiz. Teng 1200 ga mana bu 491 bu tarafga o'tsa minus bo'lib o'tadi. Minus 491. 1200 dan ayiradigan bo'lsak 491 ni 709 kelib chiqar ekan. 1,476 x teng 709. 709 ni 1,476 ga bo'ladigan bo'lsak 480 ekan. X teng 480 ekan. Xo'p, bizda hozir nima chiqdi? X chiqdi. Mana bu x 480 ekan. Xo'p, y topib qo'yishimiz uchun nima qilamiz? Y topib qo'yish uchun demak 1200 dan 480 ni ayiramiz. Xo'sh. 1200 minus 480 teng 720 kelib chiqar ekan. 720. Endi nukleotidlar sonini so'ramagan, bizda vodorod bog'li sonini so'ragan ikkinchi DNKdagi. Mana ikkinchi DNKmiz 720 ta chiqdi. Xo'p, endi 720 tamiz 100% nukleotiddan iborat edi. Xo'p, shunga guaninlarni ham foizini qo'shadigan bo'lsak, guaninimiz bizda 35% edi. Jami 135% deb topadigan bo'lsak, biz vodorod bog'li sonini topgan bo'lamiz. 972 degan javobimiz to'g'ri bo'lar ekan. Mana. Keyingi masala. Dars yozildi. Xo'p, 33-masala. Ikkita DNKning bir bo'lagi 2/1, ikkinchi bo'lagi B-1 restriktaziya yordamida 15 ta bo'lakka bo'lindi. Dastlabki DNK bo'lagi va bo'laklarga bo'lingan DNKdagi vodorod bog'lar farqi 116 ta bo'lsa, guanin sintezi nuqtasida nechta vodorod bog' kesilgan deyapti. Xo'p, endi EcoR1 va B-1 nimaligini bilib olaylik. Adenin, timin, timin, adenin. Xo'p, timin, adenin, adenin, timin. Xo'p, bu yerda ikkita vodorod bog'i bor, bunda ham ikkita, bunda ham ikkita va mana bunda ham ikkita vodorod bog'i bor. EcoR1 mana shunaqa qilib kesadi. Jami 2 ta, 4 ta, 6 ta, 8 ta, 8 ta H bog' kesadi va 2 ta F bog' kesadi. Xo'p, endi B-1 shunaqa deb oladigan bo'lsak, timin, sitozin, sitozin, adenin. Demak, adenin bilan timin o'rtasida 2 ta, guanin sitozin o'rtasida 3 ta vodorod bog'i bor. Fosfodifir bog'lar soni mana bu va mana bunaqa qilib kesadi bu. Demak, vodorod bog'lardan 10 ta kesadi va 2 ta F bog' kesadi. Xo'p, endi e'tibor beraylik. 15 ta bo'lakka bo'lindi desak, ko'pincha biz bitta restriktaziya ishtirok etsa, 14 marta kesilgan deb olaylik. Endi bu yerda ozgina boshqacharoq bo'ladi. Hozir mana bu yerda chizib, keyin o'chirib tashlaymiz. Ikkita bo'lak deb olsak, ikkita bo'lak. Bittasi EcoR1 bilan kesilgan, bittasi B-1 bilan kesilgan. Xo'p, bitta bo'lakka bo'lsam, bir marta kessam, ikkita bo'lak hosil bo'ldi. Buni ham bir marta kessam, jami 4 ta bo'lak. 4 ta bo'lak necha marta kesilishdan hosil bo'ldi? 2 marta kesilishdan hosil bo'ldi. Xo'p, ko'ramizmi? Demak, 4 ta bo'lak hosil bo'lishi 2 marta kesildi. Ya'ni 4 dan 2 ta kam. Xo'p, yana misolni ko'ramiz. Yana bir marta kesadigan bo'lsam, hozir bu yerda 3 ta bo'lak hosil bo'ldi, pastda 2 ta bo'lak, 5 ta bo'lakcha. Xo'p, necha marta kesdim? 5 ta bo'lak hosil qilish uchun 3 marta kesdim.
Xo'p, men bu yerda yana bir marta kesadigan bo'lsam, jami 6 ta bo'lak hosil bo'ldi va 4 marta kesdim. Xo'p, ikkita restriksiyada ishtirok etadigan bo'lsa va DNKning ikkita bo'lagi ham kesiladigan bo'lsa, umumiy bo'laklar sonidan ikkitaga kam bo'ladi. Kesilganlar soni. Xo'p, endi eko R1ni x bilan belgilaydigan bo'lsam, BAMH1ni y bilan belgilab olaman. Demak, x plus y teng kesilgan jami BAMH1 bilan eko R1ni kesganlar soni 13 taga teng bo'lishi kerak ekan. Shuni o'rniga 15 ta bo'lak hosil bo'lgan bo'lsa, demak 13 marta kesgan ekan. Chunki DNKning ikkita bo'lagi ham kesilgan. Birinchi bo'lak, ikkinchi bo'lagi ham kesilgan mana. 6 ta bo'lak hosil bo'ldi. Mana chizganimizdan biz 4 marta kesganmiz bundan. Ikkitaga farq qilyapti. Shuning uchun ham 15 ta 2 ayirib 13 ta bo'lak kesilish bo'lgan deb belgilab oldik. Endi eko R1 bir marta kelsa 8 ta vodorod bog' kesadi. Shuni 8 ni x ga ko'paytiradigan bo'lsak, 8x ta vodorod bog' kesgan. Plus 10 ni y ga ko'paytiradigan bo'lsak, 10y ta vodorod bog' kesgan. BAMH1 10 ta vodorod bog' kesadi dedik-ku. Jami kamayish 116 ta vodorod bog'i kamaygan. Shu tenglamani ishlab qo'yadigan bo'lsak, bizdan nimani so'rayapti? Guanin sitozini o'rtasidagi vodorod bog' kesilgan deyapti. E'tibor beradigan bo'lsak, eko R1 da guanin sitozini o'rtasida vodorod bog' kesilmagan umuman. Bizga BAMH1 ga kesilgan mana. 6 ta vodorod bog' kesilgan. Demak, biz y ni topishimiz kerak ekan. Y ni topish uchun tepaga 8 ni ko'paytirib olamiz. 8 ni x ga ko'paytirsam 8x plus 8 ni y ga ko'paytirsam 8y teng 8 ni 13 ga ko'paytiradigan bo'lsak, xo'sh, demak 10 ga ko'paytiradigan bo'lsak 130 bo'ladi. O'shani 26 ni ayiradigan bo'lsak, xo'sh, 104 ta. Xo'p, 8x plus 10y teng 116. Xo'p, ayriladigan bo'lsa ikki tomon qisqarib ketadi va y 2y teng 26 ni ayirsak, menimcha to'g'ri topildi. 116 dan 104 ta ayiradigan bo'lsak 12 chiqadi. Demak, y-ligimiz 6 bo'lgan ekan. Endi qaranglar. BAMH1 bir marta kesgan payt guanin sitozini o'rtasida 6 ta vodorod bog' kesyapti, ya'ni 3 ta, 6 ta. Xo'p, necha marta kesgan bizaga? 6 chiqdi y. Mana BAMH1 ni y deb belgilab olgandik. Demak, 6 tasiga qancha deb topadigan bo'lsak, 6 ni 6 ga ko'paytirib 1 ga bo'ladigan bo'lsak, 36 ta kesgan vodorod bog' kesgan ekan degan javobimiz to'g'ri bo'ladi. Videoni yana qayta ko'ringlar. 42-chi masala. Xo'p, ikkita DNK molekulasi tarkibida jami 1200 ta nukleotid mavjud. Birinchi DNK molekulasidagi nukleotidlarning 25% timin nukleotiddan iborat, ikkinchi DNK molekulasida nukleotidlarning 20% adenin nukleotiddan iborat. Agar ikkala DNK molekulasi tarkibida sitozin nukleotidlar yig'indisi 270 taga teng bo'lsa, ikkinchi DNKdagi adenin timin nukleotidlar orasidagi vodorod bog'lar sonini aniqlang debdi. Xo'p, demak, birinchi DNK, xo'sh, timinlarimiz soni 25% tashkil qiladigan bo'lsa, demak, adeninlarimiz ham 25% ni tashkil qilgan. Xo'p, endi guaninlarga ham 25% to'g'ri keladi. Sitozinlar ham 25% ga teng bo'lgan. Ikkinchi DNK. Xo'p, ikkinchi DNK molekulasida adeninlar 20% tashkil qilgan ekan. 20% bo'lsa, xo'p, timinlar ham 20%, guaninlar 30% tashkil qilgan, sitozinlarimiz ham 30% tashkil qilgan. Xo'p, endi yig'indisi shunchaga teng deyapti. Xo'p. Har doimgidek birinchi DNKni x deb oladigan bo'lsa, ikkinchisini y deb olamiz. Demak, 100%imiz x ga teng bo'lishi kerak hozir. X ga teng bo'lishi kerak. Xo'sh. Adeninlar sonini o'zi bittasini topib qo'ysak ham bo'ladi. 25% ga qancha deydigan bo'lsak, 0.25 x ga teng bo'ladi adeninlar soni. Demak,
0,25 ga adeninlar soni teng bo'ldimi? Hammasi 0,25 ga teng bo'ladi. Chunki hammasini bir xil. Xo'p, 100% hozir mana bu ikkinchi denkada y ta nukleotidga teng. Xo'p, adeninlarimiz soni 20% ga teng edi. Shuni qancha deydigan bo'lsak, 0,2 y ga teng bo'ladi. Guaninlarni topib qo'yamiz, chunki timinlarni topishning foydasi yo'q. Baribir 0,2 y ga teng, adeninlar timinga teng. 30% ga nisbatan topadigan bo'lsak, 0,3 y ga teng bo'ladi. Xo'p, endi ikkala ma'lumot tenglama tuzib olamiz. X ga y ni qo'shgan paytimiz 1200 ga teng bo'lishi kerak ekan va sitozinlar yig'indisi 0. nimaga teng deyapti. Xo'p, sitozinlar yig'indisi hozir bizda 0,25 birinchi denkada x plus ikkinchi denkada 0,3 y ga teng. Guaninlar sitozinga teng. Demak, 270 tashkil qilish kerak ekan. Xo'sh. Xo'p, endi ishlash uchun pastni 4 ga ko'paytirib yuborsak ham bo'ladi. Pastni 4 ga ko'paytiradigan bo'lsak, endi 4 ga ko'paytiradigan bo'lsak, mana bu x ga tenglashadi-ku. 4 ni 0,25 ga ko'paytiradigan bo'lsak, tepasini o'zini yozib olaman. 200. Demak, 1x plus 4 ni 0,3 ga ko'paytiradigan bo'lsak, 1,2y teng 4 270 ga ko'paytiradigan bo'lsak 540 1080. Xo'p, endi ayiramiz. X qisqarib ketdi. 1,2y dan 1 ni ayiradigan bo'lsak 0,2y qolar ekan. Xo'p, 540 1080 to'g'ri topdik menimcha. Xo'p, endi bu 120 qoladi. 120 0,2y ga teng bo'lsa, 1 ga qancha deydigan bo'lsak, 1y ga qancha deydigan bo'lsak, menimcha 600 ta kelib chiqadi. Xo'p, demak, y 600 taga teng bo'lsa, demak x ham 600 taga teng bo'lishi kerak. Chunki x plus y teng 1700 edi. Xo'p, ikkinchi denkadagi timin nukleotidlar, adenin timin nukleotidlar orasidagi vodorod bog'lash sonini aniqlang deyapti. Adenin timin, demak, 20% ga nisbatan topamiz. 600 ta emas, 100% bo'lsa, 20% ga qancha deb topamiz? Bu 120 kelib chiqadi. 120 ni endi 2 ga ko'paytiradigan bo'lsak, chunki adenin bilan timin orasida ikkita vodorod bog'i bor. 240 degan javobimiz to'g'ri bo'lar ekan. B javob to'g'ri. Yana videoni qayta ko'ringlar. 48. DNKdagi vodorod bog'lari adenin nukleotidlardan 4,2 marta ko'p. DNKdagi sitozin nukleotidlari vodorod bog'laridan 260 ta kam. DNKning uzunligi nanometrda toping deyapti. Xo'p, qaranglar, mana bu qismi bizga kerak emas desak ham bo'ladi, o'chirib qo'ysak ham bo'ladi. Chunki e'tibor beraylik. Tenglama qiladigan bo'lsak, mana shu qism kerak, lekin tenglama qilib o'zimizni qiynab o'tirmaymiz. Xo'p, 48. DNKdagi sitozin nukleotidlar soni vodorod bog'larida 260 ta kam deyapti. Xo'p, vodorod bog'lari teng ekan, sitozin nukleotidlarga plus 260 ta qo'shganimizda. Xo'p, qaranglar, nimanidir anglatmayaptimi bu? Ya'ni vodorod bog'laridan sitozinlarni ayirsak, jami nukleotidlar kelib chiqish kerak, to'g'rimi? Xo'p, yoki nukleotidlarga plus sitozinlar sonini qo'shsak, vodorod bog'lar soni kelib chiqish kerak edi. Demak, bu jami nukleotidlar soni bo'lgan 260. Endi 260 ni 2 ga bo'lib 130 ni 0,34 ga ko'paytiradigan bo'lsak, xo'sh, qanaqadir son chiqishi kerak. Demak, 3 ga bo'ladigan bo'lsak, 30 ni 34 butun nechmi? Yo, 44 nechmi? Biz 30 ko'paytiramiz, 34 desa 44,2 nanometr degan javob kelib chiqar ekan. Mana. Xo'p, keyingisi 53-masala va oxirgi masala. DNKdagi fosfodifir bog'lari vodorod bog'laridan 72 ta kam. DNKdagi fosfodifir bog'lari vodorod bog'laridan 72 ta kam. DNKdagi adenin nukleotidlari vodorod bog'laridan 6,2 marta kam.
DNK'nin uzunluğu nanometrda toplayın deyapti. Demek vodorod bog teng fosfodifir bog'laridan shunchaki kam deyapti. Fosfodifir bog'lar vodorod bog'laridan deyapti. Fosfodifir bog' nima degani edi o'zi? Nukleotiddan -2 ni ayirsak, DNKdagi fosfodifir bog'lar soni kelib chiqar edi. Va shunga 72 ni qo'shadigan bo'lsak, teng bo'lar ekan. Xo'p, vodorod bog' teng nukleotid mana bu -2, 72 dan 2 ketadigan bo'lsa, plus 70 qoladi. Demak, nukleotidga nimani sonini qo'shsak, vodorod bog'lar sonini beradi? Albatta, guaninlar soni. Demak, guaninlar 70 ta bo'lgan, guanin 70 ta bo'lsa, sitozinlar ham 70 ta bo'lgan. Xo'p, endi adenin nukleotidlar vodorod bog'laridan 6,2 marta kam deyapti. Oddiy tenglama tuzib olamiz. Guanin bilan sitozin o'rtasidagi vodorod bog'larini topish uchun guanin nukleotidlarini 3 ga ko'paytirishimiz kerak. Demak, 210 ta nukleotid bor ekan. 210 ta vodorod bog'i bor ekan. 210 plus adenin nukleotidlarini nechtaligini bilmaymiz. Shuning uchun x deb olamiz. Timinlar ham shu x ga teng bo'ladi. Adenin nukleotidlarini 2 ga ko'paytirsak, adenin bilan timin o'rtasidagi vodorod bog'lar soni kelib chiqadi. 2x ta. Hop, 2x. Endi shuni adeninlar soniga bo'lsak, ya'ni mana bu x ga bo'ladigan bo'lsak, xo'sh, 6,2 degan javob kelib chiqishi kerak ekan. Xo'p, mana shu tenglamani ishlab qo'yamiz. Bir namalmiy tenglamani. 210 plus 2x teng 6,2 ni x ga ko'paytirsak 6,2x. Xo'p, 210 teng -2 bo'lib o'tadigan bo'lsa, 6,2 dan 2x ayiradigan bo'lsak, 4,2x qoladi. Bu yerda x'imiz 50 ga teng bo'lar ekan. 100 ga ko'paytirsak 420, 50 ga ko'paytirsak 210. Demak, to'g'ri. Xo'sh, DNKdagi nukleotid DNK uzunligini nanometrda toping degan ekan. Demak, bizga guaninlar soni 70 ta bo'lib chiqqan. Demak, qaytadan yozib olaman. Hozir adeninlarimiz 50 ta chiqdi. Adenin 50 ta bo'lsa, timinlar ham 50 ta bo'lgan. Demak, guaninlar 70 ta edi. Mana 70 ta mana bu yerda chiqqan. Sitozinlar ham 70 ta bo'lgan. Va jamisi shundan 100 140, demak 240 ta bo'lgan. 240 ta 2 ga bo'lib 0,34 ga ko'paytiradigan bo'lsak, 120 ni 0,34 ga ko'paytiradigan bo'lsak 40,8 manimcha. Shunaqa javob chiqadi. Video darsni qayta-qaytadan ko'rib yoki kommentariyaga qaysi mavzu sizga qiziq yoki qaysi masala sizga qiziq yozib qoldirsangiz, iloji boricha ishlab video dars qilib kanalga tashlab boramiz.